Egalari tanimaydigan darajada chiroyli chiqdi. Assalomu alaykum. Studiyamizda og'ir ahvoldagi Hyundai Accent avtomobili lakka e'tibor berasizlar. Ancha-muncha chizilgan. Eng chuqur joylari mana shu joyda. Mashina shu darajada uringanki, mana katta chiziqlar ham bilinmaydigan bo'lib ketgan. Hozir buni isbotlash uchun sizlarga joy ajratib qo'yganmiz. Ikki etap polirovkadan keyingi holati, mana bu polirovkadan oldingi holati. Mana shu darajada uringandan chiziqlar bilinmay ketgan. Ko'pchilik mana shu katta chiziqlarni ko'rib, mashinani kosmetika qildirish kerak deb o'ylaydi, lekin biz buni 3 etapli detalli polirovkada lakka ziyon yetkazmagan holatda mashinani holatini Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ishimizni sifatini ko'rib, o'zingizlar bitta ekranni qizartirib orasizlar. Mana shu joyda kattagina chiziqlar bor edi. Xudo xohlasa 100% natija bilan mashinani oyna qilib berdi mana. Ko'rishingiz mumkin, oynadaqa tiniq bo'ldi. Bu eslatib o'taman, bunga hech qanaqa shukurka, ya'ni jilvir ishlatmaganmiz. Hammasi lak qizdirish orqali 3 etapli detailing polirovkada chiqardi. Natija 100%, hech qanaqa kosmetik ishlari bo'lmagan. Polirovka xizmatlari bo'yicha murojaat qilarsizlar.